Assalomu alaykum qarindoshlar. Hizbut tahrir degan bir uzun qisqa gaplarni anglayapman. Musulmon kafir degan yana uzun qisqa gaplarni anglayapman. Jinim qarindoshlar, bizning hozir buni araydigan yaratgan Alloh qiyomat kuni o'zi arsun. Bu dunyoda yaratgan Alloh arsun. Aş qapqara bayroqlarni, aş ISIS'ning shakllangan shaklini elib, aşının ichiga Uyg'urni namoyishga akirganning oqida cho'qim Xitoyning qo'li va qarindoshlar. Bu qitim ma'qullanayotgan qonunni yo'q qilish uchun chiqarildi. Buning oqida Xitoyning cho'ng qo'li va qarindoshlar. Hozir mush ikki parcha rasmni ko'rdim men. Butunlay qapqara bayroq yizilib ketgan qora bayroqlar o'tirg'i chiqibdi. Bizning Sharq Turkistonning bayrog'i bilan Turkiyaning bayrog'ini ochiqib chiqsanglar bo'lmamdi jinim qarindoshlar. Maxsus Uyg'urlarni ochiqib dunyoga ashunda ko'kitish uchun Xitoy ani tashkillabdi qarindoshlar. Endi buni Xitoy rasmga tortib butun dunyoga taqat qilib turibdi. Xitoy qarindoshlar mush ikki parcha rasmni 200 elchixonaga taqitib 200 davlatning Tashqi ishlar ministriga mana Uyg'ur ko'rib qo'y. Uyg'ur degan menda terrorist tashkilot deb ko'kitib tashviqlik qilib, bu kamki 200 davlatning bizga ovoz beradigan, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bizga ovoz beradigan, birinchi Alloh oldin qolsa Alloh taolo egan bizga mush yo'lni ichmagan ovoz beradigan davlatlarning oldini turish uchun mush ikki parcha rasm kupoy qildi qarindoshlar. Nemish uyqunglarni ochmaysizlar? Hozir so'zinglarda da'vatsizlar. Vatanda Hizbut Tahrir deb o'ltirildi nurg'un odamlar deb. Hech ish qilmay, xalqining bir Xitoyning buni qanatmay, xalq uchun bir ishni qilmay, sababsiz kirib Xitoyning turmalarida sonsiz, sanoqsiz qarindoshlarimiz begunoh o'lib, muddatsiz kechirib ketdi. Hammasi Xitoy o'zi o'ynab chiqqan o'yin qarindoshlar. Nimishqa oqqarini o'qimaysizlar qarindoshlar? Musulmondachilikni mushunda qilmay, qor bayroqni chiqarmay, to'g'ri dunyoning o'lchimi bilan qilib bombamdi qarindoshlar. Chiroyli 5 vaqt namozlarni o'tab, 5 vaqt namozimizni o'tab, 30 kun Ramazonni tutib, Allohga ibodatimizni qilib, mo'min musulmon bo'lib, hamma millatlar bilan ittifoq o'tib, bizga cheqilmagan odamga biz cheqilmay, baqadim bika xalqlarni tillamay, chiroyli o'zimizning masalamizni hal qilsak bo'lmamdi qarindoshlar. Nemishqa chiqib bilib, bunda ishlarni keltirib chiqirsizlar qarindoshlar. Yana tillanglar chiqib qarindoshlar meni. Yana necha kungacha tillanglar jinim qarindoshlar. Men ash lagerdagi odamlar qutulib qolsin, hayot qolsin, Uyg'urlar hayot qolsin, qarindoshlarim hayot qolsin, vatan mustaqil bo'lsin deb maslarni to'g'ri yo'lga yetaklay dedim. Zodi yomon desanglar osmoninglarni o'rib o'tinglar qarindoshlar.